Ba'zan birgina yo'qotish butun uyning ichidagi haqiqatni yalang'ochlab tashlaydi. Bu qismda ham aynan shunday bo'ldi. Bir bola dunyoga kelmay turib ketdi, lekin uning ketishi bilan har bir insonning asl yuzi, ichiga yutgan nafrati, yashirib yurgan qo'rquvi va muhabbati birma-bir ko'rina boshladi. Eng dahshatlisi shundaki, ko'z yoshlari to'kilayotgan paytda ham bu dunyoda kimdir motamni ham qurolga aylantiryapti. Kimdir esa mehr ko'rsatayotgandek ko'rinib, aslida o'z o'rnini mustahkamlash bilan band. Shu sabab bu qism oddiy fojia emas. Bu ichidan chiriyotgan oilalar, yemirilib borayotgan ishonch va yaqinlashayotgan katta portlashning jimjit boshlanishi edi. Bir qarashda hamma narsa odatdagidek edi. Uyning hovlisida quyosh porlab turardi, derazalar ochiq, pardalar mayin shabada bilan tebranardi. Ammo shu sokinlikning tagida bir og'ir narsa bor edi. Uni hech kim to'liq ifodalay olmasdi. Nozima erta tongda turdi. U uzoq vaqt yotoqda yotdi, shiftga qarab, ko'zlarini pirpiratmay. Farhod uni 2 marta uyg'otmoqchi bo'ldi, lekin qo'lini cho'zgani sayin qaytardi. Nima deyishni bilmasdi. Qanday so'zlar bilan xotinning yuragiga tegmasdan uning yonida turish mumkin? So'ng Nozima o'rnidan turdi, yuzini yuvdi, sochlarini taradi va oshxonaga tushdi. Bu oddiy harakat edi, lekin uning har bir qadami g'ijimlangan qog'ozda ishtirlab, ichidagi og'riqni ochib tashlardi. U qo'llarini unga botirdi, xamir qormoqchi edi. Bir paytlar bu ishdan qochadigan, mas'uliyatni hozilga oladigan Nozima endi jim va jiddiy, qo'li bilan xamir qorib, qalbi bilan hayotni yana ushlab qolishga urinardi. Tashqaridan qaraganda u o'zini chalg'itishga urinayotgandek ko'rindi. Sayr, kurs, pishiriq, mayda yumushlar. Ammo bu chalg'ish emas edi. Bu sinib ketmaslik uchun jon talvosasida o'zini biror narsaga bog'lash edi. Nozima birinchi marta faqat yig'lab o'tiradigan qiz emas, ichida nimadir o'zgarayotgan ayol sifatida ko'rindi. U hali o'z dardini to'liq anglab ham ulgurmadi, lekin shu yo'qotish uni erkatoylikdan chiqarib, ichki qat'iyat tomon itarardi. Eng achinarlisi, u kulgandek ko'rinsa ham, uning har bir harakatida endi kim uchun yashayman degan ichki bo'shliq bor edi. U xamirni yupqa yoydi, uning ustiga yana un sepdi, yana yoydi. Go'yo shu takrorlanadigan harakatlar uning ichidagi takrorlanadigan og'riqni bir zumga bo'g'ib turardi. Qo'llari ishladi, lekin ko'zlari bo'sh edi. Farhod eshikdan kirib keldi va bir zum unga qarab turdi. Yordam kerakmi deb so'radi u mayin ohangda. Nozima bosh chayqadi, lablariga yengil tabassum yopishtirdi. Lekin bu tabassum og'rig'ini yashirish uchun emas, balki hech kimni o'z dardi bilan yuklamaslik uchun edi. Farhom esa bu vaziyatda ikki o't orasida qolgandi. U bir tomondan xotinining sog'lig'idan, uning ruhiy holatidan qo'rqardi. Ikkinchi tomondan onasining uydagi og'ir kayfiyatidan, uchinchi tomondan esa o'zining ojizligidan. U hech kimga yordam bera olmasligini his qilar, bu esa uni yanada siqardi. Farhod onasining oldiga bordi. U kichkina xonada deraza oldida o'tirardi, qo'llari tizzasida, ko'zlari uzoqqa tikilgan. Farhod uning yoniga kelib o'tirdi. Bir muddat hech narsa demadi. "Oyijon", dedi u nihoyat. "Nozima juda qiynalyapti. Men undan so'radim, yoningizga kelib tursinmi deb. Balki siz unga bir og'iz taskin berarsiz." Ona boshini o'girdi. Farhodning yuziga uzoq tikilib qaradi. Uning ko'zlarida nimadir yalt etdi. Eski bir og'riq, unutilgan bir yara. "Men buni boshdan kechirganman, o'g'lim", dedi u sekin ovozda. "O'g'lim, men ham bir farzandimni dunyoga keltirmay ko'mganman. O'shanda menga hech kim taskin bermadi. Hamma sabr qil dedi. Alloh beradi dedi. Lekin Alloh bermadi. Sabr esa hech qachon yetarli bo'lmadi. Nozimaga ayt, agar yig'lamoqchi bo'lsa yig'lasin, agar indamay o'tirmoqchi bo'lsa indamasin. Men unga hech qanday nasihat bermayman, chunki bunday vaqtda nasihatdan yomon narsa yo'q." Farhod bu gaplarni eshitib hayratda qoldi. Onasi hech qachon o'z dardini bunday ochiq gapirmasdi. U har doim qattiq, bardoshli, hech narsaga ta'sir qilmaydigan ayol bo'lib ko'rinardi. Ammo shu payt Farhod tushundi. Onasining qattiqqo'lligi uning tabiati emas. Bu o'zini yig'lamaslikka o'rgatgani uchun edi. U yillar davomida yaralarni yashirib yurgan, ularning ustidan gips o'tagan, biroq hech qachon to'liq bitishiga ruxsat bermagan. Va endi Nozimaning yo'qotishi onasining eski yarasini qayta tiriltirgan edi.
Ona o'rnidan turdi, qo'ldagi ro'molini tugdi va oshxonaga qarab yo'l oldi. Farhod uning ortidan kuzatib turdi. Yuragi g'alati bir umid va qo'rquv bilan to'lardi. Oshxonada Nozima hali ham xamir yoyardi. U allaqachon bir necha qatlam yoygan, yana yoyishda davom etardi. Ona uning yoniga keldi. Bir muddat jim qarab turdi. So'ng qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. "Qizim", dedi u. Bu so'zni aytish unga og'ir edi, chunki u hech qachon keliniga qizim demagan edi. "Qizim, yetarli. Qo'y, dam ol." Nozima boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida yosh bor edi. "Men dam olmoqchi emasman, oyijon", dedi u. "Men U tashqi ko'rinishda osoyishta, har doimgiday o'ziga ishongan va vaziyatning egasidek ko'rinardi. Ammo uning ichida ham bir notinchlik bor edi. Uning qo'l ostidagi ayollarning biri ishdan ketgan edi va bu ketish juda baland ovozda, juda dag'al tarzda bo'lgan edi. Qizning otasi kelib unga ochiqdan ochiq dushmanlik e'lon qilgan edi. U "Siz mening qizimning sha'nini oyoq osti qildingiz. Buni sizga kim bo'lsa ham yuvdirib beradi" degan edi. O'sha payt Sodiq Turg'unovich kulib qo'ygan edi. U kuchli odamga o'xshab kulgan edi, lekin ichida nimadir siqilgan edi. Chunki u o'sha otaning ko'zlarida qo'rquv emas, haqorat va qasos olovini ko'rgan edi. Qo'rqqan odam emas, balki bor narsani tikishga tayyor turgan odamning nigohi edi bu. Sodiq Turg'unovich o'ziga hech narsa bo'lmaydi deb gapirdi, lekin o'sha kundan beri uxlab bo'lmaydigan bo'lib qo'ygan edi. Shu orada Afzalbek o'z qurilish maydonchasida turardi. Uning oldida bir necha ishchi turib, biror narsa deyishdan tortinar edi. Afzalbek ularning yuziga qaradi va hamma narsani tushundi. Qurilish materiallari yetib kelmagan edi. Ishchilarning maoshi kechikkan edi. Bankdagi hisobda esa kerakli pul yo'q edi. Afzalbek bir nafas o'chirdi. Ichida nimadir yirtilib tushgandek bo'ldi, lekin u o'zini tutdi. "Hammasi yaxshi bo'ladi", dedi u ishchilarga. "Hozircha biroz kutinglar, men buni hal qilaman." Ishchilar tarqalishdi, lekin ularning ko'zlarida ishonchsizlik bor edi. Afzalbek mashinasiga o'tirdi va bir muddat rulda boshni ushlab o'tirdi. U o'yladi, agar hozir bir joydan pul topsa, hamma narsani to'g'rilab oladi. 1 oy, 2 oy hammasi o'rniga tushadi. Ammo qayerdan topardi u bu pulni? Qarindoshlari yo'q, do'stlari esa so'ramagan holda qarz beradigan odamlar emas edi. Bitta yo'l bor edi, u esa foizli pul edi. Afzalbek bu yo'lning oqibatini bilar edi, lekin boshqa chora ko'rmasdi. U telefonga qo'l uzatdi va bir raqamni terdi. U gaplashayotganda uning ovozi o'zgargan, qat'iy va sovuq edi. "Pul kerak", dedi u qisqa. "Ko'p pul kerak. Hammasini qaytaraman, faqat vaqt bering." Suhbat tugagach u qo'lni tushirdi va chuqur nafas oldi. Bu qaror uning hayotini o'zgartirardi. Afzalbek buni bilar edi, lekin u hozir bu haqda o'ylashni istamasdi. Kechga yaqin Nozima va Farhod uyga qaytishdi. Ular birga ovqatlandilar, birga choy ichdilar. Hech biri yo'qolgan bola haqida gapirmadi, lekin uning ruhi butun uyni aylanib yurgan edi. Farhod Nozimaning qo'lini ushladi, barmoqlarini uning barmoqlari orasiga qo'ydi. "Men seni hech qachon yolg'iz qoldirmayman", dedi u. Nozima uning